kelib keldi desa, men biror narsa kamchiliging bor, biror narsa bilan ishga tushibdi bo'ldi deb so'raydi deb o'ylaganman. Ular kelib nima qilyotibdi? Gazda yotibdi. Uzr so'rash kerak bo'lsa hech qanday joydan uyalmayman, uzr so'rab chiqaboraman. Lekin baribir noto'g'ri. Men bu murojaatimni hech qachon qilaman deb o'ylamaganman. Ko'p meni kuzatayotganlarning xabari bor. Ayama yemaklar restoranini ochdim. 18 kun bo'ldi. Buni ochishdan maqsad O'zbekiston xalqini to'g'ri ovqatlanishga targ'ib qilish edi. Sababi bu O'zbekiston ortiqcha vaznliklarning ichida birinchi o'ringa chiqib ketgan. O'zbekistonni keyingi 5 yilda 21 milliard zararga olib kiradi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining statistikasi. Bu men hech joydan olib aytayotganim yo'q. Bu oshxonani ochganim eng qizig'i 18 kun bo'ldi. 18 kunning ichida menga bu zarbalarni sanab beraman. 2 kun svet bo'lmadi. 2 kun svet bo'lmaganda 30 million so'm zarar qildim. Ana kecha 29-iyul kuni bizaga chek bermading deb soliq xodimlari kelib bizdan shtraf qilib ketdi. Eng qizig'i biz buni kecha 100% ko'rib chiqdik. Chek rasmini qo'yib ketamiz. Hozir 65 ming so'mlik chek bermaganmiz deb baholashgan, lekin kassada, ya'ni bu videoda bor bizda aynan chek chiqarilgan, QR'li chek, fiksalizatsiyali chek chiqarilgan. Biz 100% hamma soliqni to'lab kelishdan, soliqdan qochishga harakat ham qilmaganmiz hali. Hali prezidentimiz aytganiga 5 kun ham bo'lgani yo'q. Yosh tadbirkorlarimizni qo'llab-quvvatlashimiz, soliq tekshiruvlarini, sayyor tekshiruvlarni kamaytirishni maslahat berdilar. Qachongacha bizda bunaqa narsalar davom etadi? Buni iltimos, buni ko'rib chiqinglar, e'tibor qaratinglar. Yopib ketish kerak, nima deb o'ylaysizlar? Bu bir oyda уже 3-chisi bu. Tadbirkorlar buni tushunib yetadi buni. Hali buni foydaga kirish uchun 4 oy, 5 oy vaqt ketadi foydaga kirish uchun. Biz hech qachon hali foydaga kirganimiz yo'q. Hali o'zimizda nima qilayotganimizni bila olganimiz yo'q. Bizlarni kelib shtraf. Bu yaxshi emas. Bu qachongacha bir-birimizni go'shini yeymiz, bir-birimizni qo'llab-quvvatlamaymiz. Hozirgi kunda 14 ta odamni ish bilan ta'minlab turibman. Ish bilan ta'minlaganda ham hali 18-kun bo'lsa, biz ham 5 tasini afsalni ishga olganmiz. Hali qolganlarni hali afsalni ishga joylashtirganimiz yo'q. Hali bu bizlar bilan ishlab ketadim, ishlamaydim. Hech bo'lmasa bir oy, 2 oy imkoniyat beringlar. Biz o'zimizni o'zlab olaylik, o'zimizni. Misol uchun davlatdan bir qarz olmagan bo'lsak, o'zimni shaxsiy mablag'imni mana shuncha 1 milliarddan ziyod 2 milliardga yaqin pulni ishlatib 15 ta odamni ishlik qilib mana shu yerda O'zbekiston xalqi uchun to'g'ri ovqatlanishni, to'g'ri hayot tarzini targ'ib qilyapman. Hech qanaqa pivo festivali, yana biror narsa bo'layotgani yo'q bu yerda. Muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovichni hali bir hafta ham bo'lgani so'gani yo'q. Tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlashga yoki bo'lmasa faqat va faqat jarimalar ustida ezmaslik to'g'risida maslahat berdi. Xuddi shularga ishonib motivatsiya olib ishlayotgan joyimizda mana shunaqa ishlar bo'lyapti. Kelib налоговый keldi desa, men biror narsa kamchiliging bor, biror narsa bilan ishga tushibdi bo'ldi deb so'raydi deb o'ylaganman. Ular kelib nima qilyotibdi? Gazda yotibdi. Baraka topinglar. Bizda hali kamchiliklar ko'p. Hali bizda 18 kun bo'lgan ochilgan. Bemalol kelaveringlar, bemalol kelib shtraf qilib ketaveringlar. Bemalol yetarli. Bizning hali ishchilarimizni hali hammasini hujjati yo'q. Hali bu chunki bizda hali ish rivojlangani yo'q. Biz rivojlanish etapida biz. Bemalol kelib ishtirok qilib ketaveringlar. Men u davlat qonunlariga qarshi emasman, to'layman, Xudo xohlasa o'zimni ayamayman.